Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizga ko'p savollar kelib tushyapti. Quyosh panellarini o'rnatishda uyga o'rnatmoqchimiz. Nimaga e'tibor beramiz o'rnatayotganda? Narxlari qanaqa? Necha kilovat qo'yishimiz kerak? Qo'ygandan keyin hech qanday soliqlar yo'qmi? Davlatga rostdan ham sotsa bo'ladimi? Shu kabi ko'p savollar yig'ilib va shu savollarga javob berish maqsadida biz navbatdagi mijozimizni quyosh panellarini qo'yish jarayonini sizlarga ko'rsatmoqchimiz to'liq. Qanday nimalarga e'tibor berish kerak, qancha kilovat qo'yish kerak, davlatga sotish masalalari hammasini ko'rsatamiz. Mana shu videomizda to'liq ma'lumot olasiz va siz keyin shu videomizdan keyin quyosh panellarini qo'yish kerakmi, yo'qmi degan savolni o'zingizga berasiz. Biz buyurtma bergan xonadonga keldik. Mana shu xonadon bizga buyurtma bergan. Bularni hozir pakazaniyalarni oldik. To'lov kvitantsiyalari mana PMI orqali mana yanvar oyida 1,75,000 to'lashgan ekan. Tak, bizda dekabr oyida 750,000 to'langan. Noyabr oyida 500,000 to'langan. Mana hammasi kvitantsiyalari. Endi o'zlari aytish bo'yicha yanvarda sal perrasod bo'ldi, ko'proq rasod bo'ldi. Biz o'rtacha hisobini oldik. Işte bular 3 oylik o'rta arifmetikini chiqarganimizda bizda 750,000 chiqdi. Endi hozir hisob kitobini aniqini hisoblab beramiz. Tak, mana demak 750,000 o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, bizda limit 200 kilovat. Bu degani 90,000 so'm ayiramiz. Demak 660,000 qoldi. Bu 900 so'mdan to'langan. To'g'rimi? Tak, 733 kilovat bu yoqda o'rtacha chiqyapti. Bizda 5 kilovatlik stansiyamiz, 5 kilovatlik stansiyamiz o'rtacha 650-700 kilovat tok ishlab chiqaradi. Mana shu yoqqa 5 kilovatlik stansiya to'g'ri keladi. 10 kilovatlik qo'ysak bo'ladi. Endi sal mablag' jihatdan keyin 3 faza sal muammo, xullas 5 kilovatlik qo'yishga qaror qilishdi. Hisob kitobini chiqarganimizda plus minus. Endi to'lov qilsa ham unaqa ko'p to'lov bo'lmaydi. Xudo xohlasa limitdan oshmaydi. Prosta bu yoqda qish bo'lganligi uchun, ortiqcha rasod bo'lganligi uchun bo'ldi. Xudo xohlasa ko'ramiz. Video davomida ko'rib boraveramiz. Mana o'rnatib bo'ldik panellarni. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoqda 10 ta panel qo'yganmiz. 560 wattlikdan. Tak, yaqinroq keling. Ko'p savollar tushadi. Yong'in chiqib ketyapti, yonib ketyapti degan savollar bo'ladi. Kabelda ekan, mana kabelni ko'rsataman sizlarga. Bu solar kabel, spesial mana quyosh panellari uchun. Birga tur kabel bizda mana bu yoqda ko'rinayotgan bo'lsa, birga tur. Ikkita liniyada tortganmiz. Bu kabellar chidamli, yomg'irga ham, qorga ham, quyoshga ham. Buni arzoni, oddiysi bor, PVZ kabel, sariq. Uni iloji boricha ishlatmaslikni tavsiya qilamiz. Pomeshcheniyaning ichiga bo'ladigan bo'lsa, montaj ichidan o'tgan bo'lsa bo'ladi, lekin tashqari tarafdan bo'ladigan bo'lsa, u kabellarni tavsiya qilmaymiz. Keyin yana savollar tushadi. Mana suv oqib ketmaydimi, chakka oqmaydimi? Yo'q, bu ham oddiy narsa. Mana ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana misol uchun asosan suv ariqda yuradi, tepasiga qotiriladi. Buni endi hamma usta biladi. Buni ustani tushuntirib o'tirish shart emas. Prosta endi savollar bo'lyaptiki, işte mana shunaqa suv oqib ketmaydimi, boshqa bo'lmaydimi degan savolga mana yechim. Mana ariqda emas, bu tepaga qotiriladi. Bu umuman xudo xolasa suv oqishda muammo bo'lmaydi. Shunday joylashgan. Mana glavniysi e'tibor berish kerak, soya tushmasligi kerak. Mana tomimizga yetmay sig'may qoldi, yana ikkitasini bu yoqqa qo'ydik, lekin birontasini soyasi bir-biriga tushmaydi. Graduslar hammasi joyida. Shu profillar hammasi qotirilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Endi xudo xohlasa pastga tushib pakazaniyalarni ko'ramiz invertorda. Necha beryapti? Bugun bizda chislo 7 fevral.
7-fevral sanasida o'rnatib bo'ldik. Endi bundan buyog'iga показанияларni ko'rib boramiz-da. Xudo xolasa. Shu qisqacha. Tak, mana podключение ham qilib bo'ldik. Podключение bu yoqqa ko'rib turganingizdek Solex brendini qo'ydik. 5 kilovatlik сетевой. Mana DS avtomat, chaqmoqqa qarshi molniya защита, предохранительlar qo'yilgan. Tak, endi bitta monitoringni ham ko'rsatib o'tamiz. Tak, hozir mana soat bizda mana soat 4 bo'lyapti, 20 ta kam. 767 watt beryapti. 5 kilovatlik stansiya. Endi havo lekin qaraymiz, bulut. Quyosh yo'q почти. Endi mana monitoringni boshladik. Hozirgacha mana 0.4 yerda. Tak, endi kunlar isiganda, quyosh chiqqanda oylik показанияларni ko'rsatib boramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, quyosh panel qo'yganimizga xudo xohlasa 1 oydan oshdi. Mana bugungi sana 11-mart. Shu paytgacha 471 kilovat elektr tok ishlab chiqargan. Bugun 22 kilovat. Ekraningizda ko'rib turganingizdek, endi mana statistika mana bu 22 kilovat bugun bergan. Kunma-kun ko'radigan bo'lsak, mana misol uchun kecha 26 kilovat, 20 kilovat pasayib, mana shunday ketaveradi, ko'tarilib quyoshga qarab. Jami 471 kilovat tok ishlab chiqaribdi. Endi svetga to'langan pulni bir ko'rib chiqamiz. Tak, bizda mana payme orqali mana shu elektr tarmog'iga mana qilsak, mana sanada 29 yanvar kuni 700 ming pul tashlangan edi. Предоплатада 333 ming pul turibdi. Bu degani mana 700 ming so'm to'lov qilingan bo'lsa, 333 ming ostatga bo'lsa, 367 ming so'm pul ishlatilgan 1,5 oyda. Xo'sh. 700 ming so'm qachon to'lov qilingan? 700 ming so'm yanvarda 29-da qilingan bo'lsa, oldin 1 oyda 750 ming pul ishlatilgan bo'lsa, hozir mana monitoring 11-martda bo'lyapti. Bitta narsaga e'tibor berish kerak. 29-yanvarda pul to'langan, lekin o'rnatilgan sana 7-fevral bo'lgan. 7-fevralda o'rnatilgan 5 kilovatlik stansiya orada 1 hafta quyosh panelsiz ishlagan. O'sha bu yerda limitlar hammasi tugagan. Ancha vaqt ishlatilib ketgan. Yana bitta narsaga e'tiborlaringizni qaratishni so'rardim. Fevral oyida asosan ishlagan bo'lsa, mana fevral oyida quyoshli kunlar juda kam. Asosan bulutli kun. Yandex Pagodadan ko'ryapmiz mana. Quyoshli kun juda kam. Bulutli, asosan bulutli. Mart oyining mana boshlarigacha. Mart oyining boshigacha mana bu yerda ham ko'rib turganingizdek quyosh почти yo'q. Mana. Xudo xohlasa mart, aprel, mana yoz kunlari yana ham ko'payish, quyosh uzoq vaqt chiqadi, yorug'lik zo'r bo'ladi. Sizga natija. Mana navbatdagi proyektimizni ko'rib chiqdingiz. Xonadonga ustanovka qilinayotganda nimalarga e'tibor berish kerak haqida qisqacha tushunchaga ega bo'ldingiz. Va eng asosiy narsa, bu xonadonimizda faqat iste'molni qoplayapti. Stansiyamiz 5 kilovat bo'lgani uchun kamroq va iste'mol ularda ko'proq bo'lganligi uchun sotishga imkoniyati yo'q. Keyingi videolarda xudo xohlasa albatta qo'yamiz. Proyektlarimizni hozir boshlaganmiz. Ya'ni sotish uchun mo'ljallangan xonadonlarga quyosh panellari o'rnatyapmiz. Uni tartib qoidasi bilan ham qisqacha tushuntirib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Videolarimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'linglar. Nima savollaringiz bo'lsa kommentariyada bemalol yozishingiz mumkin. Undan tashqari biz telefon raqamlarimizni ham qoldiramiz. Bemalol telefon qilib konsultatsiya olishingiz mumkin. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha.